Barselona'dan lavhalar. Demek boshladi. Hozir. Salom alaykum. Labday ustoz. Sizni kuzatib turgan ustozlarga nima degan bo'lardingiz? Barchalaring o'zlaringni sog'liqlaringda asranglar degan bo'lardim. Ilm berishda charchamanglar. Charchamang. Endi ko'rib gaplashib o'tirgan vaqt bo'lmayapti. Yo'q tashlab qo'ying. Rahmat. Sog' bo'ling. Uzr dars. Ayşe. Hemen neçige de? 20. Assalomu alaykum. Nima Maykedik. Uzr ustoz. Sizni kuzatib turgan ustozlarga nima degan bo'lardingiz? Hamkasblaringizga. Gaplashib o'tirgan vaqt bo'lmayapti. İşlariga omad, ulkan muvaffaqiyat va eng muhimi sog'lik tilagan bo'lardim. Rahmat. Uzr darsiz bo'ldi. Assalomu alaykum ustoz. Sizni kuzatib turgan hamkasblarimizga nima degan bo'lardingiz? Kirib kelayotgan yangi yil hamma uchun yaxshi yil bo'lsin. Yaxshi ishlasizmi? Zo'r ishlar. O'ylab shu jinnini topdik endi apolmaysizmi? Aka, sizni kuzatib turgan o'qituvchilarga, hamkasblarimizga nima deyman? Ha, shu kayfiyat charchamanglar yaxshi ishlayman. Kayfiyat ulashganimi? Har doim o'zingizga ma'qul bo'lgan yo'lda yashash kerak. Uxlagingiz keldimi, uxlash kerak. Biron yoqqa bordingizmi, borish kerak. O'shandagina ishni samaradorligi oshadi. Bu Yevropa tomonidan sinalgan metod. Shuning uchun butun Yevropa hozir ishchilarni ishlashiga emas, ular dam olishiga ko'proq e'tibor beryapti. Assalomu alaykum. Sizni kuzatib turgan hamkasblarimizga nima degan bo'lardingiz? O'ylab shu jinnini topdik. Yo'q, bekorchilikdan. Ha. Hamma yaxshimi? Sizlarni sog'indim. Men hech kimni ko'ra olmayapman. Meni tanisizlarmi? Meni tanisizlarmi? Hamma bayramda uchrashguncha tayyorgarlik ko'ryapsizlarmi? Menga o'xshab ta'tilda intizorlik bilan kutib turganlar bormi? Kun sanayapmiz. Bizga 8 kun qoldi. 27-dekabrga. Yangi yil bayramida ko'rishguncha. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Hammani kanalda ko'ramiz. Rahbarimizdan to'g'ridan-to'g'ri. Ustoz, assalomu alaykum. Sizni kuzatib turgan hamkasblarimizga tilaymiz. 2 oyimiz. Kuch-quvvat, sabr-bardosh, shijoat va ishtiyoq. Hammasizlarga. Rahmat, katta rahmat. Hamkasblarimizga ikkovi so'z ayting. Aziz hamkasblarim, men sizlarni rosa ham yaxshi ko'raman. Ishlaringda omad, charchamanglar sira. Yangi yil kuni bozamiz gazim. Tayyorgarlik ko'ramiz. Tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bo'ldimi? Bo'ldi. Xo'p, suhbatimiz so'ngiga nima demoqchimiz? Shunchalik mana birga hamkasb bo'lib, birga faoliyat olib borib, hammamiz birgalikda harakat qilganimizdan rozimiz. Xudo quvvat bersin hammaga, zavq-shavq bersin. Yaxshi yuringlar, charchaganligini dam olinglar. Hamza akam to'g'ri aytdi.